Imtihon markazida aniq tushmaydigan savollardan bittasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Savolga qaraymiz. Qaysi javobda belgining nomi to'g'ri ko'rsatib qo'yilgan deyilyapti? Rasmda buyuruvchi belgi tasvirlangan. Ot minib ketayotgan odam ko'rsatib qo'yilgan. To'g'ri javobi otda yurish yo'li ekan. Endi shu savol imtihonda nima uchun tushmasligini sizlarga aniq tushuntirib beraman. Amaldagi yo'l harakati qoidalarini lex.uz rasmiy saytidan ko'rishingiz mumkin. Rasmiy tasdiqlangan sayti. Ana o'sha saytda buyuruvchi belgilar degan bo'limni ochasizlar. Ana o'sha bo'limda ko'radigan bo'lsak, hozirgi ko'rib o'tgan belgimiz umuman mavjud emas. Boshqa shunga o'xshagan belgilar bor, lekin aynan otda minib harakatlanayotgan odam tasvir tushirilgan belgi mavjud emas. Ana shuning uchun hozirgi aytib o'tgan savolimiz otda yurish yo'li degan belgi imtihon markazida, imtihon savollarida tushmaydi. Imtihon markazidagi har bir yo'l harakati qoidasi bo'yicha tuzilgan savollar asoslab beriladi. Imtihondan yiqilgan o'quvchi apellyatsiyaga berib, asos so'rashga haqqi bor. Asoslanmagan bunaqa savollar bo'lsa, qoidalarda yo'q bo'lgan belgilar bo'lsa, imtihonda savollarda umuman tushmaydi. Shunga o'xshash imtihonda tushmaydigan yoki aniq tushadigan savollar haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun sahifamizni kuzatib boringlar. Bu videoni biror imtihon topshirmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.